Buna Talas'ta hazır gazobloktan stanoklarını o'rnatib ishlatib berdik. 20 qalıp komplekt, boltlar bilan общий komplekt 20 qalıp. No meshalka, o üstünde suvun dozatori 250 litrgacha suv batadi. O'zi qancha ketsa dozator chenab beradi. Ana qumni, sementni bunaqa bochkaga saladi tag'in ko'taradi. Ko'targandan keyin meshalka tüyüne baratda mana. Buna meshalka tüyüne barat, qum bilan sementni shuga salat. Anam bo'ldi, bu yoqqa kelib turib yerdan qalıpqa quyiladi. Hozir bir qalıpni quyib qo'ydik birinchisini. Ammo bo'lsa suv jilitib, isitib shuda suv bor. Buna hozir bittani quydik. Bu reskalar avtomatik, o'zi bir knopkani bosib qo'ysa, o'zi kesib bitgandan keyin qayta ko'tariladi. Skorostorin polniy ligrovka bo'ladi. Mana ikkovi teng avtomatik. Qalıplarning kurshchoktori eng kuchli kurshchoktor qo'yilgan. Qalıplar listden